kunlik master klassimda menda nima bo'ladi? 10 tadan 20 tagacha kosmetolog keladi. Faqat kosmetologlar keladi va qanaqa jarayon boshlanadi. Kosmetologlarni o'zini bir-birini oldiga o'tkazib aytaman. Mana sizning yoningizga hozir mushtariy keldi, patsient. Nima siz bularga tavsiya qilishni bilasiz? Ko'plar mana nechta dars o'tgan bo'lsam, o'tirishadi, savol berisholmaydi. Yo'q aytadi, siz nimaga qiziqasiz? Siz nima sizga o'zingizni yuzingizda yoqmaydi? Men aytaman, palonchi, sizning yoningizga inson keldi. Siz aytishingiz kerak, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Nima muammolar sizga yoqmaydi? Men sizdan eshitgim kelyapti. Oldin salom alaykum berish kerak. Ko'p kosmetologlar shularni ham qilmaydi. Uni tushuntiraman. Undan keyin ular bir-biri bilan gaplashadi. Mana botini qilish kerak, botini qilish kerak. Keyin men gapiraman. Qaranglar, mana mamutda minusi bor, botda plusi bor. Botini kamaytirish kerak, botini ko'paytirish kerak, botini qisqartirish kerak, botini kattalashtirish kerak. Shularni jarayonlarni qilib, o'sha kelgan bizani yonimizga modelni yotqizamiz. Yotqizgandan keyin men o'sha aytgan narsalarimni o'zim qilishni ko'rsatishni boshlayman. Misol uchun bizda 1000 xil iplar bor, 1000 xil. Uni hammasini bitta insonga qo'ya olmaysiz. Kimgadir bunaqa ip qo'yishingiz kerak, kimgadir bunaqa ip qo'yishingiz kerak. Men misol uchun ko'rsataman va jarayonda ko'rsataman qanaqa qilib ip bilan yuzni ko'tarish kerak. Bo'shliq bo'layotgan bo'lsa, kafilni obrazini qanaqa qilib fillarni qo'yish kerak, qanaqa qilib dahanni yasash kerak, qanaqadir chakiylarni hammasini to'ldirish kerak, botulotoksinni choch qafasdan pastgacha qilishi. Buni hammasini o'zimni necha yildagi praktika, o'zimni avtorskiy metodikam bilan 2 kun kuchli dars beraman. Bu juda ham qiyin dars, chunki 2 kun ertalab soat 10:30 dan kechqurun 7 gacha faqat men gapiraman, faqat men patsientlarni qilaman. Bir xil paytda meni master klasslarimda 10 tagacha patsient keladi. O'zingiz o'ylang, ham patsientni qilaman, ham ularga har bir detalni tushuntiraman. Hamma menga kelgan o'quvchilar aytishadi, doktor Adias, biz ko'p joyga o'qishga bordik, lekin sizga o'xshab bor o'zingizni o'qitingizni hech kim bermaydi. Ko'plar 2 kunlik master klassimda ham ancha bilimga ega bo'ladi. Kimlar ega bo'ladi? O'sha tajribasi bor insonlar. Chunki ular o'sha shuni bila oladi, nimani men qilyapman, qanaqa qilyapman, qanaqa dozirovkada qilyapman. Lekin master klassga kecha endi kosmetologiyaga kelganlar keladi, ular hech narsa tushunmaydi, nima jarayon bo'layotganini. 21-22 sizlarni master klassimda kutib qolaman. Har doim sizlarni sevib qoladigan doktor Adias.